Sizlarga assalomu alaykum. Xudo xolasa mana 2026-yil 8-may holatidagi zavoddagi ish jarayonlari. Xudo xolasa ishlarimiz bormoqda. Atlasnoy holatda razmerlari 25, 12, 6 razmerdagi albatta standart ishimiz. O'sha hammaga dong ketgan, sho'rlamaslik darajasi juda yuqori bo'lgan. Albatta o'sha Bag'dod ishlari. Dastlabki qayerlarga so'ragan kalamizga vodiy bo'ylab yetkazib berilyapti. Andijon, Namangan, Farg'ona, qo'shni tumanlar va hamma joyga, hammaga qiziq bo'lgan narx-navolarni so'raganlarga hozirgi kunda 770 so'm zavodni o'zida bo'lyapti. Albatta dastlabki alohida. Bu tarafda mana xomishlarimiz yangisi quyilyapti. Ishlarimizni sho'rlamaslik uchun albatta kaliy moddasi qo'shiladi, katta bo'lishi uchun hamma tomonlama foydasi bor. Sifatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Unga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Tarafimiz Bena qishlog'i, tarafimiz Sho'rni qishlog'i. Nomerlarimizda Telegram, Instagram, WhatsApp hamma nomerlarimizda ijtimoiy tarmoqlari bor. Bemalol yozsangiz, lokatsiya ham berilaveradi.